bugungi kundagi bizlarda amalda bo'lgan dilbar kredit pasportimizda shu tushuncha berib o'tamiz. Birinchi 100 million so'mgacha ayol tadbirkorlarimiz bor. Ro'yxatdan o'tganlar kamida 1 yil bo'lgan. 6 oy mobaynida hisob raqamini pul aylamaga amal etadi. 100 million so'mgacha kafil bilan, jismoniy shaxs kafilligi bilan 36 oy muddatgacha aylama to'ldirish uchun 60 oy muddatga asosiy sotib olishni ajratamiz. Bunda pul mablag'i mijoz hisob raqamiga o'tkazib beriladi. 100 million so'mgacha bo'lgan kreditimiz 23% bilan 100 milliondan 500 million so'mgacha bo'lgan kreditlarimiz garov asosida bo'ladi. 20% tashkil etadi. Mana shu pasportimiz hozir amalda mavjud. 60 oy muddatga 6 oy bilan kafil